Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsa, yaxshi so'zni so'zlasin, bo'lmasa jim bo'lsin, sukut saqlasin deganlar. Bu sahih hadis, Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Va yana boshqa hadisda Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyul muslimina afdal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga savol berishadi. Musulmonlarning qaysi biri afzalroq deb savol berishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berib aytadilarki, man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmonlar tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kimsa eng afzal musulmon deb javob berganlar. Bu ham Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Xo'p, endi mana shu o'rinda salaf solihlardan kelgan ayrim mana shu mavzuga aloqador asarlarni zikr qilamiz. Sa'id ibn Jubayr tobiinlardan aytadilarki, ra'aytu ibn Abbas radhiyallohu anhuma fil Ka'bati akhidan bi lisanihi wa huwa yaqul ya lisan qul khayran taghnam aw iskut taslam. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoni men Ka'baning yonida shunday deyotganligini eshitdim deydilar. Tillarini ushlab turib, ey til, yaxshi so'zni so'zlagin, shunda foyda olasan, aviskut taslam yoki sukut saqlagin, salomat bo'lasan deb aytayotganligini eshitdim deydilar. Hatim al-Asam aytadilarki, inni la uhibbu an atakallama kalimatan qabla an u'idda jawabaha lillah. Fa idza qala Allahu ta'ala li yawm al-qiyamah lima qulta kaza qultu ya rabbi likada. Mana bu diqqat bilan tinglashinglarni iltimos qilaman. Nima deyaptilar Hatim al-Asam? Men biron bir so'zni so'zlamadim, illo Allohning oldida nima deb javob berishligimni tayyorlab qo'yib keyin gapirganman deyapti. Biron bir gapni gapirishdan oldin Allohning oldida javobini tayyorlab qo'yib keyin gapirganman. Qiyomat kuni Alloh taolo menga falon so'zni nima uchun aytding desa, yo Robbim falon maqsadda aytganman deb javob hozirlab qo'yib keyin gapiraman degan ekanlar. Bakr ibn Abdullah Muzanidan so'rashibdi. Innaka tutilus samta. Siz juda ham ko'p sukut saqlaysiz, jim bo'lib qolasiz. Sababi nimada deb so'rashganda aytgan ekanki, inna lisani sab'un in taraktuhu akalani. Chunki tilim xuddi bir yirtqich hayvonga o'xshaydiki, agar o'z holiga qo'yib qo'ysam, meni yeb qo'yadi, ya'ni halok qiladi degan ekan. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilarki, tobiinlardan, laqad adraktu aqwaman in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al qawmi fayarawna annahu ayyun wa ma bihi ayyun innahu la faqihun muslim. Shunday bir kishilarni uchratdimki deydi, majlisda ko'pchilikni orasida o'tirganda qolganlar saqov bo'lsa kerak deb o'ylashadi, umuman gapirmaganligidan. Vallohi deydi, hech qanaqa unda saqovlik yo'q, biron bir aybi yo'q. Vaholanki u faqih, musulmon olimlardan, lekin faqatgina oz gapirganligi uchun qolganlarga shunday tuyuladi deb aytgan ekan. Bir kishi Sufyan as-Savriyning kiyimiga qarab, "Ya Abu Abdullah, bi ayyi shay'in kana hada as-sawb?" Ey Abu Abdullah, bu kiyimni matosi nimadan ekan deb so'ragan paytda faqala Sufyan, "Kanu yakrahuna fudul al-kalam." Ortiqcha gapni yaxshi ko'rishmasdi deb javob bergan ekanlar. Ya'ni shu gapni ham ortiqcha gap deb bilyaptilar. Rubayb ibn Husaymdan qizlari, "Ya abata, azhabu al'ab." Borib o'ynasam maylimi deb o'ynashga ruxsat so'raydi. Falamma aktharat alayhi, qayta ruxsat so'ravergandan keyin javob ololmaydi otasidan. Qala ba'du julasaihi law amartaha fa dhahabat. Yonidagilar ruxsat beravering, o'ynab kelsin deyshadi. Qala la yuktab alayya al-yawma anni amuruha tal'ab. Sahifamga qizingga o'ynashga ruxsat beruvding degan narsa yozilib qolishidan qo'rqaman degan ekan. Albatta bu yerda o'yin haromligi tushunilmaydi, lekin shu darajada har bitta gaplarni hisob-kitob qilishgan salaf solihlar shu narsa yozilib qolmasin deb qo'rqaman degan ekan. Hasan ibn al-Hayy aytadilarki, inni la a'rifu rajulan ya'uddu kalamahu wa kanu yarawna annahu huwa. Men shunday bir kishini bilamanki, so'zini sanay oladi. Ya'ni bir kunda qancha so'z so'zlaganligini sanay oladigan kishilarni bilaman. Hammamizda ham Alloh o'zi salomat qilsin, behuda gaplarni ko'p gapirishlik uchraydi. Bishr ibn Mansur aytadilarki, kunna inda Abi Ayyub as-Sakhtiyani falaghatna wa takallamna. Ayyub as-Sakhtiyanining oldilarida edik dedi. Ayyub as-Sakhtiyani tobiinlardan, mashhur tobiinlardan. Shu kishining huzurida lag'u gaplar, behuda gaplarni gapirib qo'yuvdik. Faqala lana, bizga aytdilarki, "Law aradtu an ukhbirakum bi kulli shay'in takallamtu bihi al-yawma la fa'altu." Men bugun nima so'zlarni so'zlaganimni agar sizlarga xabar bermoqchi bo'lsam, xabar bera olaman. Ya'ni shunchalik oz gapirganligimdan qancha so'z gapirganimni aytsam ayta olaman deb, ya'ni ularni go'yoki o'sha ko'p gapirishdan qaytarganlar. Fudayl ibn Iyad aytadilarki, "Kana ba'du ashabina yahfazu kalamahu min al-jum'ati ila al-jum'a." Subhanalloh. Fudayl ibn Iyad aytadilarki, ba'zi ashoblarimiz, ya'ni sheriklarimiz so'zini bir jumadan ikkinchi jumagacha sanay oladigan kishilar bo'lgan deyapti. Bir haftani ichida qancha gapirganligini hatto biladigan kishilar bor deyapti. Bu degani qancha gap gapirsa ham yozib yuradi degani emas. Oz gapirganligidan va har bitta gapirayotgan gapini nima uchun gapirganligini bilib gapirganligi uchun hisoblay oladi. Qala Muvarriqul Ijli
تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي deyaptilar. Muvarriqul ijli aytibdi. Sukut saqlashni 10 yilda o'rgandim deyapti. Demak, bu ham inson nafsi bilan kurashishga muhtoj, jihodga muhtoj. Nafsni jihodi, ya'ni osonlik bilan kelmaydi bu xislat ham. Inson o'z ustida ishlash kerak. 10 yil nimani ta'lim oldim deyapti? Sukut saqlashni ta'lim oldim. Alhamdulillah deyapti. Men g'azab qilgan paytimda g'azabim tingandan keyin nadomat chekadigan narsani aytmaganman shu paytgacha deyapti. Ya'ni g'azabim chiqqan paytda, g'azabim tingan paytda nadomat chekib qo'yadigan narsa aytmaganman degan ekanlar. Abdulloh ibn Abi Zakariya aytadilarki, "Alajtu somta 12 sana fama balaghtu minhu ma kuntu arju." 12 yildan beri sukut saqlashni, o'z nafsimni sukut saqlashga muolaja qildim. Ya'ni o'z nafsim bilan kurashdim sukut saqlashni o'rganish uchun, lekin baribir o'zim umid qilgan martabaga yeta olmadim. O'zim umid qilgan martabaga yeta olmadim degan ekanlar. Hasan ibn Bashar aytadilarki, "Munzu 30 sana ma takallamtu bi kalimatin ahtaju an a'tazira minha." 30 yildan beri ortidan uzr so'rashga muhtoj bo'ladigan biror bir gap gapirmadim degan ekan. Ya'ni bir gapni gapirib qo'yib, ortidan uzr so'rashga muhtoj bo'ladigan gap gapirmadim degan ekanlar. Muhallad ibn Husayn ham aytgan ekanlarki, "Ma takallamtu bi kalimatin uridu an a'tazira minha munzu 50 sanatan." 50 yildan beri ortidan uzr so'raydigan biror bir gap gapirmadim degan ekanlar. مثنى بن الصباح aytadilarki, لبث وهب بن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وهب بن منبه 40 yildan beri joni bor narsani haqorat qilmagan deyaptilar. Asim ibn Abi Najud aytadilarki, "Ma sami'tu Aba Wa'il sabba insanan qat wala bahimatan." Abu Wa'ilni biror bir insonni va na biror bir hayvonni haqorat qilganini eshitmadim degan ekanlar. Xo'p, mana shu asarlar menimcha kifoya. Demak, har bir kishi o'zi ustida ishlab, iloji boricha sukut saqlashga odatlanish kerak. Mabodo gapirsa ham, mana shu asarlarda kelgandek Allohning oldida javobni hozirlab qo'yadigan, javobni tayyorlab qo'yib keyin gapirish kerak bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va natubu ilayk.